Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bizda Toshkent, Moskva, Cheboksar, Nijniy Novgorod yo'nalishlari bo'yicha qonuniy reyslarimiz haftada 4 kun dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlari soat 18:00 da Toshkent avtovokzalidan primoy reyslarimiz Moskva shahrining Kotelniki metrosigacha yetib ketadi. Sizga ham xuddi shunday ishonchli narxlarda ishonchli biletlar kerak bo'lsa yoki joylaringizni onlayn xarid qilmoqchi bo'lsangiz, ekrandagi ishonchli raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Biz sizning savollaringizga batafsilroq ma'lumot beramiz. Bundan tashqari Toshkent, Kazan, Nabriji, Chili, Nijnikamsk yo'nalishlari bo'yicha esa haftada 2 kun seshanba, juma kunlari soat 18:00 da Toshkent avtovokzalidan primoy reyslar jo'nab ketadi. Bizning avtobusimizda siz uchun yaratilgan barcha shart-sharoitlar, qulayliklar mavjud bo'lib, ikkita monitor, ikkita kuler, zaryadchi moslamalari, qishni yozin ishlaydigan konditsionerlar. Undan tashqari siz o'zingiz bilan 50 kilodan 60 kilogacha yuk olsangiz bo'ladi. Telegram, YouTube, Facebook, Instagram kanallarimiz ham ishlab turibdi. Ularga yozib ham siz onlayn joyingizni bron qilib qo'ysangiz bo'ladi. Tanlovda adashmang, shoshiling, biz sizni kutib qolamiz. Keyingi efirlarda ko'rishguncha xayr, salomat.